Musibatda bir minut sukut. Abdeveli Ayub. Bugungi Uyg'urlar yo'lakka muhtoj. Chunki zolim bizni yiqitib etdi. Bugungi Uyg'urlar tilakka muhtoj. Chunki adolat bizdan yiroqlab ketdi. Bugungi Uyg'ur tasalliga muhtoj. Chunki vijdonliq har bir Uyg'ur hozidor. Bugungi Uyg'urlar muhabbatga muhtoj. Chunki dushmanga bo'lgan nafrat ko'zlarimizga bir-birimizni nafratlik ko'rsatmoqda. Bugungi Uyg'ur qadrlashga muhtoj. Chunki har bir Uyg'ur xashakdan xor. Bugungi Uyg'urlar qanchalik xatolasin, oshkora tövbe qilsalar tushunishga muhtoj. Chunki har birimizning beshida bir dard, qalbida bir alam, yelkisida bir tag'or g'am. Bugungi Uyg'urlar qo'llashga muhtoj. Chunki har qancha putlashib, tillashib, tishlashib yurib mag'lubiyatning patqoqlarida bir-birimizning ko'ziga loy chassaqmi, bir-birimizni tutolmaymiz. Biz allaqachon uttirib bo'lgan. Biz hammamiz ideyaga, tamog'a, nafsoniyatga hurlikini uttirib qo'ygan qimarvoz yetimaklar. Ammo uyimiz, o'ylimiz bir, chaqalmaymiz. Uyg'urlik Alloh solgan yo'ldirki, yanolmaymiz. Qarindoshlik Alloh chekkan bog'dirki, uzalmaymiz. Har bir Uyg'urning beshiga tarixdan beri hech qachon bundaq musibat kelgan emas. Bundaq motamdorlik bu millatda hech bir zaman bu qadar uzun davomlashmagan. Uyg'urda har qanday hozidorlik 40 kundan oshmaydi. Ammo bu hozidorlikning, bu yig'izoraning, bu faryodning tugaydigan kuni bordek emas. Uyg'urlar har qancha chishib ketsimi, musibat kelganda raqibining o'limiga daxil bo'ladi. Uyg'urlar har qancha o'chlashib ketsimi, bir-birining tavutini talishib ko'tirdi. Har kun g'aflatda bo'lsa-mu, musibat kunida g'aflatda qolmaydi. Chunki bizda o'lim nafratni o'ltirdi, g'azabni ko'midi, nizoni dafn qildi. Musibat keldi. Qarindoshlarim, musibat. Uyg'urning tirikligi uchun bosh qotir olmadik. Harakat qila olmadik. Hamda o'lim kelganda bo'lsa-mu, bir minut sukut. Bir minglik qiroat bilan qalbimizni birlashtiraylik. Vatanda, aziz tuproqimizda, ota-bobolarning qini bilan bo'yalgan muborak zaminimizda iymonimiz dastilayotdi. G'ururimiz chayilmayotdi. Nomusimiz oyoq ostida. Ammo chet ellardagi bizchu bir-birimizning piyida, nomussizlik sepida, makkorlikning cheyida tomosha qilyapmiz. Bir minut sukut qilaylik. Qalblardagi shuhratparastlik kepallangicha, adovat ko'milgicha, ko'zlardagi hasad dafn qilingicha bir minut qiroatga quloq solaylik. Chunki qalblar Allohni yod etish bilan amin topadi. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.